Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan EcoHub nomli web ilovamizni asosiy funksiyalar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, birinchi boshqaruv paneli. Bizda boshqaruv panelida umumiy ko'rinishlar va umumiy natijalar ko'rinib turadi. Mana bu yerda esa skanerlar oxirgi marta iPhone QR kod orqali skanerlardan foydalandi. Bu yerda esa so'nggi faoliyatlar. Ekota'lim bo'limida ikkita qismdan iborat Ecolab. Bu yerda foydalanuvchilar o'zlarining gamification ga o'xshab tuzilgan. Shuning uchun ular daraxtni o'stirishlari kerak bo'ladi. Bu yerda ular ekishadi, suv berishadi va o'g'irlashadi. Bu yerda nima qilish kerakligi, nimalar yetishmasligi aytib turiladi. Agar ularda qandaydir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta bizning Eco AI ekologiya yordamchisidan so'rashlari mumkin. Demak, keyingisi biza o'simlik turlari ham talaygina, ularni ham qanday o'stirish, ular haqida birozgina kichik ma'lumotlarga ham ega bo'lishlari mumkin. Va har birini o'stirib bo'lgandan keyin ularga coin beriladi. Videolar bu bo'limda ular video tomosha qilishadi va video tomosha qilishgandan so'ng ularga ham albatta coinlar beriladi. Quizlar bo'limi. Quizlar bo'limida bizda kichik shunday quizlarimiz mavjud. Ularga javob berib bo'lishga oxirida natija chiqadi. Agar 90% yuqori bo'lsa, ularga coin mukofot tarzida beriladi. Bizda 0% natija va 0 coin bo'ldi. Qayta ishlash mumkin, testlarga qaytish mumkin yoki qayta urib ko'rish mumkin. Coin do'kon. Bu yerda do'konlar mavjud. Ularga borib, ular o'zlarining coinlarini chegirmalarga almashtirishlari mumkin. Masalan, korzinkadan olmoqchi bo'lsak, manzil va uning ish vaqti, o'sha do'konning telefon raqami ko'rsatiladi va xaritada joylashuvi ham ko'rinadi. Tasdiqlashni bossak, bizda coin yechib olinadi. Reyting bo'limida ularni EcoHub web ilovasining foydalanuvchilar reytingi mavjud bo'ladi. Eng ko'p coinga ega foydalanuvchilar. Bu yerda do'stlar bo'limi ham bor, ya'ni o'zlarining do'stlarini IDlarini bu yerga kiritib, ular bilan suhbatlashishlari yoki do'st bo'lishlari mumkin. Statistika. Bu yerda statistikasi, foydalanuvchilar statistikasi ko'rinib turadi. Oylik statistika, umumiy kun taqdimoti va yutuqlar va bog'lanish. Bu yerda ularda qandaydir savol yoki tushunmovchiliklar paydo bo'lsa, bizdan so'rash mumkin. Telefon raqam bosamiz. Bundan tashqari ularning fikr mulohazalari bo'lsa, albatta bizga xabar yo'llashlari mumkin. Bizning mavzuyimiz mana shu Google Mapsda ko'rinib turadi. Va profil bo'limida foydalanuvchi profili mavjud. Sozlamalar. Bu sozlamalarda asosiy sozlamalar ko'rinib turadi. Masalan, pul o'zgartirish mumkin. Keyin do'stlarga ko'rinish yoki reytingda o'zini
ko'rsatmaslik ham mumkin. Bundan tashqari, QR kod skanerlashni kamera orqali yoki rasm yutib orqali skanerlash ham mumkin. Odatda savollar bo'lsa, yordam so'rash mumkin yoki ulardan katta bo'lishmasa, bog'lanish bo'limi orqali murojaat qilishlari mumkin. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.